Davlatimiz rahbari bugun shuningdek yirik energetika loyihalarini amalga oshirish, energiya tizimi barqarorligini ta'minlash va energiya samaradorligini oshirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Dunyo tez sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Energiya resurslariga bo'lgan talab oshib borayotgan sharoitda eng katta ustunlikka ega bo'lgan davlatlar uzoq muddatli modernizatsiyalangan va diversifikatsiya qilingan energetika tizimlarini yaratayotgan mamlakatlardir. Energetika sohasidagi tizimli ishlar iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlash, yangi ishlab chiqarishlarni rivojlantirish, mahsulotning o'z xarajatlarini qisqartirish, hududlarni rivojlantirish va aholi uchun energiyani munosib darajada mavjud bo'lishi kabi muhim omillarni ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida islohotlarning samaradorligini va xalqaro biznesning ishonchini belgilaydi. Shu bois O'zbekiston hozirgi kunda energetika sohasiga alohida e'tibor qaratmoqda va uni mamlakatni modernizatsiya qilishning fundamental asosi sifatida qarayapti. Biroq bugungi natijalarga erishish yo'li oson bo'lmagan. O'tmishdagi obyektiv va subyektiv omillar bir necha 10 yillar davomida tizimli muammolarni shakllantirgan va ular mamlakat rivojlanishi uchun jiddiy to'siqqa aylangan. Infratuzilma eskirgan holda bo'lib, ayrim hududlarda tarmoqlardan foydalanish darajasi 50-60% ni tashkil etib, doimiy avariyaga va uzatishda katta yo'qotishlarga olib kelgan. Generatsiya quvvatlari texnik va ma'nan eskirgan. Energiya samaradorligi past, mavjud quvvatlar esa iqtisodiyot va aholi ehtiyojlarini qoplamagan. Tarif siyosati ochiq emasligi investitsiyalar kirishini to'sib kelgan. Raqobat va zamonaviy boshqaruv mexanizmlarining yo'qligi esa korxonalarning samaradorligini pasaytirgan. Xalqaro sarmoyadorlarning yirik investitsiyalari uzoq vaqtgacha jalb etilmagan. Yashil energetika sohasida faol siyosat yo'q edi va quvvatlardan foydalanish potensiali, ayniqsa quyosh va shamol energetikasida deyarli ishlatilmagan. Sohadagi tub o'zgarishlar 9 yil avval prezidentimiz tashabbusi bilan boshlandi. O'zbekistonda energetika sohasida eng chuqur va kompleks islohotlarga kirishildi. Yangi yondashuv strategik rejalashtirish, bozorlarni ochiq qilish, xalqaro kapitalni jalb qilish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish asosida yaratildi. Qisqa vaqt ichida rivojlantirilgan choralar kompleksini amalga oshirish mumkin bo'ldi. Boshqaruv choralari orasida eng muhimi generatsiya quvvatlarini modernizatsiya qilish va kengaytirish bo'yicha davlat dasturlari qabul qilindi. Yuqori energiya samaradorligiga ega zamonaviy gaz stansiyalari qurildi. Bu yillik milliardlab kubometr gazni tejash imkoniyatini berdi. Elektr tarmoqlari infratuzilmasi qayta qurildi va modernizatsiya qilindi. Minglab kilometr uzatish liniyalari yangilandi. Podstansiyalar modernizatsiya qilindi, raqamli boshqaruv tizimlari joriy etildi. Yangi issiqlik elektr stansiyalari ishga tushirildi, mavjud obyektlar quvvatlari kengaytirildi va umumiy generatsiya hajmi oshirildi. Soha xususiy kapital va xalqaro kompaniyalar uchun ochildi. Hozirgi kunda Mastar, Aquapower, Baltalia, Total Eren kabi dunyodagi yirik kompaniyalar O'zbekistonning energetika sohasida strategik sheriklarga aylandi. Hamkorlik loyihalari orqali milliardlab dollar sarmoya jalb qilinmoqda. Prezidentimiz quvvatlarning ekologik toza turlari, quyosh va shamol energiyasini mamlakat iqtisodiyoti uchun haqiqiy kuchga aylantirish vazifasini belgiladi. So'nggi yillarda mintaqadagi eng yirik quyosh elektr stansiyalari qurildi. Shamol energetikasida esa bir qator yirik loyihalar amalga oshirildi. Shuningdek, energiyani samarali balanslash uchun energiya zaxiralari yaratish ishlari boshlandi. Davlatimiz rahbari sohani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Doimiy majlislar, taqdimotlar va videoselektor yig'ilishlari orqali sohaning holati, muammoli masalalar va rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. Tizimli qarorlar qabul qilinadi. Infratuzilmani modernizatsiya qilish, boshqaruv samaradorligini oshirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish maqsad qilinadi. 2025-yil 5-dekabrda prezidentimiz 42 ta energetika obyektlarini ishga tushirdi va 21 ta yangi loyihaning qurilishini boshladi. Ushbu loyihalar iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi, hududlarda uzluksiz energiya ta'minoti, ishlab chiqarish quvvati hamda qishloq va sanoat sektori uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Prezidentimiz huzurida yirik energetika loyihalarini amalga oshirish, energiya tizimi barqarorligini ta'minlash va energiya samaradorligini oshirish masalalari bo'yicha yig'ilish oldidan tegishli tuzilmalar kun tartibini batafsil ishlab chiqdilar va amaldagi vaziyatni chuqur tahlil qilishdi. Bugun taqdimot qilinadigan yangi energetika loyihalari qaysi hududlarda energiya ta'minotini yaxshilashga xizmat qiladi? O'sha prezidentimiz tashabbuslari bilan boshlangan loyihalar o'sha har hududlarga borganlarda, xorijga tashriflarga buyurilganda o'sha investorlarni jalb qilish bo'yicha berilgan topshiriqlar doirasida erishilgan kelishuvlar doirasida amalga oshirilgan. Mana bu yil ishga tushadigan loyihalar Qoraqalpog'iston, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Toshkent viloyati, Toshkent shahrida, Namangan viloyati, Andijon, Farg'ona viloyatlarida hammasini qamrab olgan. Ya'ni deyarli barcha hududda loyihalar ketayotganligi va ketayotganda ham issiqlik elektr stansiyalari, gidrostansiyalar. Bu barcha hududlardagi mikrogeslarni inobatga olmaganda. Quyosh elektr stansiyalari, shamol, batareya saqlash tizimlarini bo'yicha olib borilayotgan loyihalar bo'yicha. Hozirgi kunda 133 ta loyiha amalga oshirilayotgan bo'lsa, shundan strategik 73 tasini prezidentimiz alohida belgilab, ularga alohida nazorat mexanizmini biriktirildi, mana ko'rib turibsizlar. Bu faqatgina generatsiya bo'yicha, lekin bundan tashqari biz tarmoqlarni rivojlantirish bo'yicha loyihalarni tayyorlaganmiz. Bu
o'sha barcha hududlarda uzatish tizimlari 25-yil yuzida qancha ishlar qilindi, 21-24-yillarda qancha yangi tarmoqlar, bu yuqori kuchlanishli, podstansiya yuqori kuchlanishli tarmoqlarning qurilishi. Bu bo'yicha bugun mana alohida taqdimot, ya'ni bu shu generatsiya bo'lgan quvvatlarni deyarli hamma qolgan hududlarga yetkazib berish bo'yicha vazifalar bo'yicha bugun taqdimotimiz bor. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yirik energetika loyihalarini amalga oshirish, energiya tizimi barqarorligini ta'minlash va energiya samaradorligini oshirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Tanqidiy, tahliliy ruhda o'tkazilgan yig'ilishda qayd etilganidek, mamlakatimizda elektr energiyasi bo'yicha jami generatsiya quvvatlari 25.8 ming megawattga yetdi. Shundan quyosh, shamol va gidroenergetika 8 ming megawattni, ya'ni umumiy hajmning 31% ni tashkil etmoqda. 2026-yilda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini 90 milliard kilovattga yetkazish rejalashtirilgan bo'lib, bu 2020-yilga nisbatan 40% o'sish demakdir. Joriy yilda iqtisodiy o'sish hamda tarmoqlarda ishlab chiqarish hajmlarini oshirish hisobiga elektr iste'moli yana 1 milliard kilovat soatga ortishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan aholi va iqtisodiyot ehtiyojlariga mos ravishda energiya resurslarini uzluksiz yetkazib berish, tarmoqlarni yangilash, investitsiyalarni ko'paytirish, yirik loyihalarni o'z vaqtida ishga tushirish birinchi navbatdagi vazifa sifatida belgilandi. Bugungi kun holatiga ko'ra yoqilg'i energetika majmuidagi investitsiya portfeli 133 ta loyihani qamrab olgan bo'lib, umumiy qiymati 51.4 milliard dollarni tashkil etmoqda. Shundan 43 milliard dollarlik 73 ta yirik loyiha bo'yicha tizimli yondashuv qilib, yil yakuniga qadar 6770 megawatt yangi quvvatlarni ishga tushirish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Bu 2.8 ming megawatt quyosh, 2.5 ming megawatt issiqlik, 470 megawatt shamol, 68 megawatt gidroenergetika quvvatlari hamda 884 megawatt energiya saqlash tizimlaridir. Biroq ayrim loyihalarni kelishish va yer ajratish bilan bog'liq jarayonlarda turli sustkashliklarga yo'l qo'yilayotgani oqibatida mavjud loyihalarni kengaytirish va yangilarini boshlash orqaga surilayotgani tanqid qilindi. Mutasaddilarga yer ajratish va toifasini o'zgartirish ishlarini tezlashtirish topshirildi. Umuman, joylarda energetikani rivojlantirish va energiya tejamkorlikni ta'minlashda energetika vazirligi va hokimliklar yaqin hamkorlik va muvofiqlashuv asosida ishlashi zarurligi qayd etildi. Loyihalarni amalga oshirishda mahalliy ishlab chiqaruvchilar va mahsulotlar ishtirokini yanada kengaytirish muhim ekani ta'kidlandi. 2025-yilda investitsiya loyihalarida mahalliy komponent ulushi 737 million dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2026-yilda bu ko'rsatkichni 1 milliard dollardan oshirish maqsad qilingan. Jumladan, o'tgan yili transformator ishlab chiqarish zavodi ishga tushdi. Joriy yilda yangi turdagi kabel va muftalarni, shamol elektr stansiyalari minoralari va parraklarini mahalliylashtirish loyihalarini ishga tushirish, energiya saqlash tizimlarini mahalliylashtirish loyihasini boshlash rejalashtirilgan. Elektr energiyasini ishlab chiqarish hajmi ortayotgan sharoitda uni iste'molchilarga o'z vaqtida yetkazib berish masalasi dolzarb ekan, lekin qo'shimcha yuqori kuchlanishli magistral tarmoqlari qurilmasa, generatsiya quvvatlari iste'mol hajmidan oshib ketish xavfi mavjudligi ko'rsatib o'tildi. O'tgan yil elektr tarmoqlarini rivojlantirishga ajratilgan mablag'larni o'zlashtirish sur'ati yetarli emasligi qayd etildi. Shu munosabat bilan yaqin yillarda jami 602 kilometr uzunlikdagi Talimarjon So'g'diyona, Sirdaryo Xalqa va Qorako'l Nurobod liniyalarini 2030-yilga qadar yangi Angren Namangan tarmog'i hamda Namangan Nim stansiyasini qurish rejalari haqida axborot berildi. Toshkent shahrida 75 kilometr yuqori kuchlanishli tarmoqlar va 5 ta Nim stansiya qurish, 69 kilometr tarmoq va 18 ta Nim stansiyani modernizatsiya qilish, 638 kilometr past kuchlanishli tarmoqlar va 161 ta transformator shoxobchalarini modernizatsiya qilish topshirildi. Qo'shni davlatlar bilan energetika tizimlarini integratsiya qilish hisobiga vodiy viloyatlarida elektr ta'minotini yaxshilash rejalari ham muhokama qilindi. Surxon Puli-Xumri yuqori kuchlanishli tarmog'i va uning nim stansiyalari qurilishini jadallashtirish vazifasi qo'yildi. Energiya samaradorligi borasida hali ko'p ishlar qilinishi shartligi qayd etildi. Soha va tarmoqlarda 2026-yilda 4 milliard 378 million kilovat soat elektr energiyasi, 2 milliard 840 million kubometr tabiiy gaz tejash uchun tizimli va manzilli choralar ko'rish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Yirik korxonalarda ishlab chiqarish hajmini o'zgartirmasdan energiya sarfini kamida 10% ga kamaytirish, tarmoqlar va ijtimoiy obyektlarda energiya samaradorligini oshirish uchun 200 million dollar resurs jalb etish choralari belgilandi. Respublikamiz hududlarida issiqlik va kogeneratsiya markazlarini qurish dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish topshirildi. Toshkent shahrining har bir tumanida bittadan kogeneratsiya markazini tashkil etish ishlari davom ettiriladi. Yunusobod tajribasi asosida hududlarda 7 ta kogeneratsiya markazlari quriladi. Issiqlik stansiyalari kuz-qish mavsumida barqaror ishlashini ta'minlash maqsadida ular uchun suyultirilgan gazni saqlash infratuzilmasini barpo etish masalasini o'rganib, takliflar kiritish topshirildi. Yig'ilish yakunida prezidentimiz strategik loyihalarni o'z vaqtida ishga tushirish, magistral va taqsimlovchi tarmoqlarni jadal rivojlantirish, energiya samaradorligini oshirish yuzasidan qo'shimcha topshiriqlar berdi. Taqdimotda umuman energetika sohasida bo'layotgan islohotlar, ishlar, yirik loyihalar, ularni o'z vaqtida samarali ishga tushirish, eng avvalambor o'sib borayotgan iqtisodiyotimizni barqaror energiya resurslari bilan ta'minlash bo'yicha vazifalar belgilandi. Shu bilan birgalikda bu loyihalardagi mavjud muammolarni birma-bir tahlil qilib,
tarmoq rahbarlari, hudud rahbarlari nima ish qilish kerak, qanday amalga oshirish kerak, har bir kishini vazifasini belgilab berdi va shu bilan birgalikda albatta nafaqat u ish loyihalarini ishga tushirish, generatsiya qilib, shu tarmoqlarni qurib uni yetkazib berish, balki ushbu energiyadan samarali foydalanish, iqtisod qilish bo'yicha va har 10-15 kunda alohida olib borilayotgan ishlar bo'yicha joylarga olimlarni, ilmiy odamlarni jalb qilgan holda tahlil qilib, muammolarni hududbay bartaraf etish bo'yicha aniq ko'rsatmalarni berdilar. 26-yilda o'zida o'sha belgilangan 73 ta yirik loyiha, umumiy qiymati 43 milliard dollarlik yirik loyihalar amalga oshirilayotgan bo'lsa, shundan bu yil o'zida 10 milliarddan ortiq xorijiy investitsiya jalb qilinish va shu bilan birgalikda sifatli, samarali mahalliy mahsulotlarni ham qo'llash, ishlatish hamda uni ishlab chiqarishni kengaytirish bo'yicha yangi agentlik bilan ishlash topshiriq berildi va joriy yilning o'zida 1 milliard dollar ekvivalentida kamida o'sha mahalliy mahsulotlarni energetika loyihalarida foydalanish bo'yicha topshiriq berildi. Hurmatli Prezidentimiz huzurlarida energetika sohasida 2026 yil va 2030 yilgacha amalga oshiriladigan loyihalarning tanqidiy muhokamasi bo'lib o'tdi. Shu jumladan magistral elektr tarmoqlarida ham 2026 yilda va 2030 yilgacha amalga oshiriladigan loyihalarning muhokamasi bo'lib o'tdi. Prezidentimiz tomonidan ushbu loyihalarni amalga oshirishda mahalliy kontent ulushini oshirish va har bir sarflangan mablag'i qo'shimcha qiymat yaratish nuqtai nazaridan topshiriqlar berildi. Bu albatta topshiriqlarning so'zsiz ijrosini ta'minlaymiz. Bundan tashqari energetika sohasida samaradorlik yo'nalishi bo'yicha har bitta yo'nalishi aniq tiniq qilib tushuntirib berildi. Qayerdan elektr energiya kirishi va qaysi uskunada qanaqa yo'qotish bo'lishi, qaysi transformatorda, qaysi podstansiyada energiya samaradorligini ta'minlash bo'yicha aniq yo'nalishlarni berildi. Bu bo'yicha ham topshiriqlarni so'zsiz bajarishini ta'minlaymiz. Energiya yo'qolishlarini bartaraf qilish bo'yicha hozir taqdimotda aytib o'tilgan yangilash, modernizatsiya ishlari amalga oshirilmoqda. Undan tashqari har bitta yo'nalish bo'yicha ilmiy yondashgan holat, o'sha maxsus sohaga yo'naltirilgan olimlarni hududlarga yuborib, boya aytganimdek har bitta podstansiya tarmoq kesimida o'rganib, ilmiy asoslangan holatda yo'qotishlarni kamaytirish va energiya sarfini kamaytirish bo'yicha ishlarni olib boramiz. Ilg'or xorijiy tajribalarni qo'llash va o'zimizning mahalliy olimlarni bergan tavsiyalari asosida yo'qotishlarni kamaytirish ta'minlanadi. Bizni hududiy elektr tarmoqlari past kuchlanishli elektr tarmoqlarga xizmat ko'rsatib turganligi uchun har bitta kirib kelayotgan elektr energiyani, bu ishlab chiqarilgan elektr energiya 1 kilovatt elektr energiya qaysi manbalarda ishlab chiqilyapti va qayerga sarflanyapti. Buni sarflanishida kimlar javob beradi va qaysi podstansiyadan, qaysi transformatordan, qaysi tarmoq orqali yetib borish haqida aniq topshiriqlar berdi. Buning uchun bizga Toshkent shahar misolida 91-qaror bo'yicha muhtaram prezidentimiz bizga yo'l yo'riq ko'rsatib berdilar. Shu yo'l yo'riqni biz olib ketishimiz kerak. Mana shu yo'l yo'riqda hozir bizga yana imkoniyat qilib berdilar, professorlarni jalb qilib berganlar. Mana shu tizim ishlayapti. Shu tizimni biz agar olib borsak oxirigacha umuman elektr energiyada bo'lgan yo'qotishlar va tig'iz paytida bo'lgan naprejeniyani oldini olgan bo'lamiz. Shuning uchun muhtaram prezidentimiz har bittamizga, har bitta jamiyatda, har bitta hokimning qo'liga nima ish qilish kerak va qayerda, qaysi hisob-kitobda amalga oshirish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berdi. Biz tahlil qilganda, shuni taroziga qo'yganda ko'ryapmizki, iqtisodiyotni o'sishi energiyani o'sishi bilan mutanosibmi degan savol bo'ldi. Yo'nalish butunlay yangicha bo'ldiki, ya'ni bugun hokimlar o'zini hududida energiyani tejashni qo'lga olsin. Ya'ni tarmoqdan podstansiyaga, podstansiyadan transformatorga, transformatordan xonadonga borguncha bo'lgan joydagi nimani hisob qilish mumkin? Aytaylik, tadbirkorlik subyektlarini bugun O'zbekistonda o'zi quyosh energiyasidan foydalanganlik uchun berilayotgan subsidiyadan hammani xabari bormi avvalo? Toshkent viloyatida bo'lganda ham 400 ga yaqin nasos stansiyalari bor. Bu xususiy va davlatniki. Bu nasos stansiyalarini biz o'zini qoplaydigan darajaga o'tkazib, ya'ni quyosh panelini o'tkazamiz, gidroenergetikani ishga solamiz, orqali nasoslarga sarflanayotgan energiyani kamaytirish masalasi. Va eng asosiy masala mana shu transformator ichidagi detallarni yangilash, ya'ni hisob qilinadigan detallarga almashtirish hisobiga transformatorni o'zida, ya'ni podstansiyani o'zida yuzaga kelayotgan yo'qotishni kamaytirish masalasi vazifa qilib qo'yildi. Natijaga ishlaydigan bo'lsak, ertaga samara ko'rinadi. Viloyat miqyosida
eng kamida 10% ga energiya samaradorligini oshirish, ya'ni iste'molni qisqartirishga tarqalish kerak. Bugun bitta narsaga ishonch hosil qildikki, energetika vazirligi o'zini tarmog'ini ta'mirlasin, elektr energiyani transformatorgacha yetkazib bersin, iqtisod qilish hokimlikning zimmasida. Shuning uchun bugun biz ishchi guruh tuzgan holda, olimlarni jalb qilgan holda, ilmiy yondashgan holda qisqartirish masalasini hokim boshiga shtab hal qiladi. Xonadonda yonib turgan lampochkasidan boshlab ko'chada yonib turgan ko'cha chirog'igacha iqtisod qilish masalasiga shaxsan o'zimiz mas'uliyatni bo'ynimizga oldik. Samarqand viloyati 2025-yilda 6.7 milliard kilovat-soat elektr energiya sarflagan bo'lsak, joriy yilda yana bu talabimiz 390 million kilovatga ko'payyapti. Qo'shimcha elektr energiya ishlab chiqaruvchi quyosh panellarini o'rnatish bilan birgalikda biz mavjud elektr tarmoqlaridan unumli foydalanish, samarali foydalanishni ham tashkil qilish hisobiga bugungi kunda yo'qotilayotgan elektr energiya sarfini kamaytirish hisobiga ham biz qo'shimcha o'sha talab etiladigan elektr energiyani topish imkoniyatlarimiz bor. 2026-yilda yalpi hududiy mahsulotimizni demak 9.2% ga o'sishini ta'minlash bo'yicha biz o'zimizga vazifa belgilab olganmiz bugungi kunda va bu vazifani bajarishimiz uchun ham biz albatta qo'shimcha ishlab chiqarish korxonalarini tashkil qilishimiz, qo'shimcha investitsiyalarni kiritishimiz, qo'shimcha loyihalarni amalga oshirishimiz talab etiladi. 2026-yilda Samarqand viloyatida ikkita yirik energetika sohasida loyiha amalga oshirilyapti. Bularning birinchisi demak Bulung'ur tumanida demak shamol elektr stansiyasi qurilishi ishlari boshlangan va bu yerda 500 megawatt quvvatga ega bo'lgan demak shamol elektr stansiyasi qurilishi boshlanyapti. Bundan tashqari demak Nurobod tumani Sazag'an massivida ham xuddi shunday demak ikkita 500 megawattdan 1000 megawattlik quyosh elektr stansiyasi qurilishi boshlangan. Bu joyda ham ishlar jadal ketyapti. Oxirgi 9 yil davomida hurmatli prezidentimizning qator farmon, qarorlari, tashabbuslari va topshiriqlariga ko'ra Buxoro viloyatida ham ko'plab yashil energetikaga asoslangan loyihalar amalga oshirildi. Birgina oxirgi 3 yil davomida tahlil qiladigan bo'lsak, Buxoro viloyati hududida umumiy quvvati 2000 megawattdan ortiq quyosh va elektr stansiyalari ishga tushirildi. Xususan, G'ijduvon tumanida 500 megawatt quvvatga ega shamol elektr stansiyasi, Peshku tumanida 500 megawatt quvvatga ega bo'lgan shamol elektr stansiyasi, Qorolbozor tumanida 500 megawatt quvvatga ega bo'lgan quyosh elektr stansiyalarini bunga misol qilib keltirishimiz mumkin. Bu stansiyalarni qurishda jahonning eng yirik kompaniyalari ishtirok etishdi. Xususan Xitoy Xalq Respublikasidan, arab davlatlaridan investorlar to'g'ridan to'g'ri xorijiy mablag'lari hisobiga bu yashil energetikaga asoslangan loyihalarni amalga oshirishdi. Bizning hisob kitoblarga ko'ra keyingi yillarda 6 ta yirik loyihalar aynan quyosh va shamol energiyalarga asoslangan loyihalar viloyatimiz hududida amalga oshiradi va ularning yillik quvvati 3000 megawattdan ortiq bo'lishi kutilmoqda. Mazkur loyihalar o'sib borayotgan aholi soni va iqtisodiyotimizni barqaror yashil energiya bilan ta'minlash nuqtai nazaridan juda katta ahamiyatga ega. Hurmatli prezidentimiz tomonidan bugungi yig'ilishda zimmamizga aniq vazifalar yuklatildi. Xususan mana shu elektr energiya iste'molini soha mutaxassislari, oliygohlar rektorlari, hokimliklar birgalikda qanday qilsak biz yanada tejamli foydalanamiz. Har bir podstansiya bay, har bir hudud bay mana shu elektr energiya iste'molini tejash nuqtai nazaridan yo'l xaritalari, chora tadbirlarni ishlab chiqish bo'yicha aniq topshiriqlarni berdilar. Buxoro viloyatida ham mana shu topshiriqlardan kelib chiqib elektr energiya iste'molini joriy yil kamida shu 20% ga qisqartirish bo'yicha biz tegishli choralarni ko'rishni boshladik. Surxondaryo viloyatida o'tgan yili 46 million kubometr gazni iqtisod qilish rejamiz bor edi. 92 million kilovat soat elektrda 176% ga gazni iqtisod qilishga erishdik va elektr energiyadan 110% ga erishdik. Lekin bu bilan biz qishda mana shu kunni sovuq kunlarda o'zimizni yo'l qo'ygan xatolarimizni bilib ko'rib oldik. 18 ming kilometrdan oshiq bugun Surxondaryo viloyatida tarmoqlar bor. 6700 dan oshiq transformator punktlari bor. Buni 40 yildan oshiq ishlayotganlari 30% dan oshiqroq tashkil qiladi. Mana prezidentimiz tashabbus bilan 1 yilda shuni 12% ga qisqartirishga erishildik. Mablag'larni qilib berdilar. Gazni iqtisod qilish uchun yagona yo'l bu ko'mirdan
kogeneratsiya usulida bu bo'yicha ham topshiriq bo'ldi. Bizda yirik loyihamiz bor. 400 million AQSh dollar hisobiga xitoylik hamkorlarimiz tomonidan amalga oshiriladi. 87 ta mikrogeslar qurildi, bitkazildi. Bugun hammasi tarmoqqa elektr sotyapti. To'palang tizimida bugun Zarchop 3-GES ham foydalanishga topshirish arafasida. Bu bilan qo'shilganda bugun qariyb 200 megavat quvvat paydo bo'lyapti. Bu o'z navbatida Surxondaryo iste'molining 40% ni tashkil qiladi. Suv quvvatlaridan unumli foydalansak, o'ylayman bizga muhtaram prezidentimiz belgilab berayotgan rejani undan ham ko'proq bilan bajarib, nafaqat bajarish, balki biz organik mahsulot orqali butun Yevropa bozorlariga va boshqa dunyoning eng rivojlangan davlatlariga mahsulotlarimizni tan narxini arzon qilib yetkazib berish imkoniyati yaratiladi.